bu narsani yana to'g'ri tushunib olish kerak. O'quvchilarni ba'zida arab til o'zi nima degan narsani savol berib olish kerak. Ba'zilar til deganda faqatgina o'qib tarjima qilishni til deb hisoblaydi yoki faqatgina qoidalarni o'rganishni til deb hisoblaydiganlar ham juda ham ko'p. Va ba'zilarda bor, faqat so'zlashuv, faqat til deb hisoblaydi. Yo'q, til deganda o'zi umumiy o'zi baholash mezonlariga ham qaraganimizda o'quvchi gapira olishi kerak, ana shu tilda so'zlasha olishi kerak va ana shu tilda eshita olishi kerak va ana shu tilda o'zini fikrlarini yozma tarzda bayon qila olishi kerak. Va mana shu 4 ta mahoratni o'rganish til deb hisoblansa, o'sha o'quvchi o'sha tilni o'rganadigan bo'lsa, shu tarzda o'rganadigan bo'lsa va imtihongacha, masalan, 7 oymi, 10 oy muddatdan o'qiydigan bo'lsa, oxirgi 1 oyda o'sha imtihonni ko'rinishlari, imtihonni jarayonlari, vaqtlari yoki shunga o'xshagan narsalar bilan tanishish orqali imtihonga kirsa bo'ladi. Lekin ungacha bo'lgan muddatda til deb tushungan narsani shu 4 ta ko'nikma orqali o'rgatiladigan bo'lsa, deyarli bir xil.